Assalomu alaykum qadrdonlar. 2 xona uy puliga 5 xonali kottejimizni sotuvga chiqdi. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bu kottejimiz sotilgan. Orqada uchta kottejimiz sotilgan. Bitta ma'lum qoldi. Narxi ham shokolad narxda. Bunaqa shansi qo'yib yormaylar. Bitta aybi mashina kirmaydi. Kirish mashta. Xo'p, qadrdonlar, bu tomonda bemalol devor qo'yib turib o'zingiz uchun ограждение qilsanglar bo'ladi. Bu yoqdan kirish qismini qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ketdi ichkarini obzor qilib beraman sizlarga. Kirganimizda bizani oshxonamizni kutib oladi. Oshxonamiz yonida bitta umumiy sanuzulimiz bor, bu yoqda bitta spalni. Hozir narsalar turibdi, e'tibor bermaymiz bu narsalarga. Основной dush, tualet hammasi katta xonalari. Bu yerda ikkinchi spalnimiz, oynasi hovliga qaragan, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi ikkinchi etajga qarab ketamiz. Hozir mana ko'rishingiz mumkin, ikkinchi qavatga chiqish. Xo'p, chiqqanimizdan keyin mana. Xo'p, chiqqanimizda chap qo'limizda yana bitta spalnimiz turibdi. Bu yerda xuddi shu sanuzulimiz zerkalni tushgan. Mana chiroyli bitta qaranglar. Bemalol zalimizni o'rniga foydalansak bo'lar ekan. Buni yonida yana bitta spalnimiz bor. Xudo xolisi harakat qilinglar, shtobi sotib olishga, chunki bu bitta qolgan ekan.